Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. İmam Buxari rahmetullahi aleyhinin Sahih Buxari namlı kitapta biz bugün taharet münasebetlik bölümdeki tezek bilen istinca kılmaslık hakkındaki babını okuyumuz. İmam Buxari rahmetullahi aleyh bu babda qaysi hadisine misal ekildi qarab chiqayli. Bu 156 numaralı hadiste bizga Ebu Nuaym degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishiningki ismi Fazl ibn Dukay nomi bilan boshda o'tgan. Bu kishi deydi bizga Zuhayr hadis so'zlab bergan edi deydi. Zuhayr ibn Muaviya al-Kufi nomi bilan boshda o'tib bo'lgan. Bu Zuhayr degan kishi Abi Ishaq degan kishidan bayon qilyapti. Abi Ishaqningki ismi Amr ibn Abdullah as-Subay'i yoki Sabi'i nomi bilan. Bu kishiningki tarjimalimi şu imonga munosabatlik babda o'tgan. Ya'ni namoz imonning jumlasi degan bo'limda bayon qilib o'tgan. Bu kishi deydimda bu so'zni Abu Ubayda bayon qilgan emas, lekin Abdurrahman ibn Asvad o dadisidan mushta bayon qilgan deydi. Ya'ni demakchi bo'lganda tövendagi hadisni Abu Ubayda rivoyat qilgan emas demakchi. Bu meselede İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh bu Ebu Ubeyde degan kishi Ebu Ishaqqa deb berganligini kuchlantirgan debdi. Yani Tirmizining nazarida Zuhayrning hadisidan Ebu Ubeydening hadisi sahiyroq deb qaragan. Amaliyotda İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh buni Zuhayrning yo'li bilan kelgan hadisni bakrak kuchlik deb qaragan. Shu bu yerda İmam Buxari bu Ebu Ubeyde emas deb qayd qilib qo'yishning sababi shu. Ama Ebu Ubeyde emas, lekin Abdurrahman ibn Asvad dadisidan rivoyat qilgan deydi. Undaqda bu yerlik Abdurrahman ibn Asvad degan kishi Kufilik Ebu Habs an-Naxai degan odam shu. Dangli Kufining buyuk ulemosi. Ham shundaqla ama kishilarga to'nilgan vaqtida amal qiladigan buyuk ulamo. Dadisidan mesela Ayşe anamızdan rivayet qilgan, hadis rivayet qilganda sahabalarning tabiin darajalik odamda. Bu kişiden mesela Süleyman ibn A'mash degan kishilar va undan boshqa shu davrdagi buyuklar hadis rivayet qilgan. Bu kishiningki mush ibodatga bo'lgan zohidligi, taqvoligi sifatlanib bir kunda 7 rakat namoz o'qiydi, bomdod bilan xutbaning tartibini bu xutbani o'qib xutbaning tarifi bilan bomdodni o'qiydi deb bunda tasvirlangan odam. Demak bu shu davrdagi bu odamning naqadar bir xil taqvolikqa, ibodatga berilganlikniki isbot shaklida deyilgan so'zlar. Bu odam 99-yili o'lib ketgan. Bu yerda hamda Abdurrahman ibn Asvad degan kishi o'zining dadisi rivoyat qilyapti. Dadisi ayni vaqtdagi danglik muhaddis. Kufada o'tgan büyük tabi'in Hicriye 75-yil o'lib ketgan Asvad ibn Yazid an-Naxai degan kishi shu. İbrahim an-Naxai qatorliq ulamolar borda, bular yana shundaq bir jamoat, bir qabila kishilardan bo'ladi. Asvad ibn Yazid jahiliyat vaqtida Payg'ambar alayhisolatu vassalomning davrida yashagan odam. Ammo lekin Payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan birga ko'rishish yoki sahoba bo'lish şerifiga erişemegen. Ama Resulullah'ın Yemen'e evetken Muaz ibn Cebel degan elçisi bilan ko'rishib, şu adamning qo'lida o'qigan. Yani şu vaqtda musulmon bo'lgan demakchi bu odam. Keyingi mezgillar kelgan vaqtida Kufaga kelib, shu Kufada maqollashib, shu yerda o'zining ibodatga bo'lgan yarishmanligi bilan, ro'zdorligi bilan, haj umra qilish uchun davomli har yili 80 qatimliq haj umr qilganlik qayd qilinibdi. Demak ko'p haj, ko'p umr qilganlik bilan bu odam to'nilgan shu davrda. Bu odam uning ustiga sahobalardan mesela Abdullah ibn Mas'ud Qur'onni o'rgangan, o'qigan bu odam. Shunlashqa bu hadisni bu yerda o'zining o'g'li Abdurrahman ibn Asvad, undan boshqa singlisinining o'g'li, otasining o'g'li Ibrohim an-Naxai bu buyuk ulamo. Mushular bu hadisni rivoyat qilyapti. Çünkü bu adamdaki köp ustazları asasen sahabalardan terkip topkan. Muaz ibn Cebel, Bilal ibn Rabah, Abdullah ibn Mesud, Ayşe, Huzeyfe,
Abu Bakr Siddiq, Ömer ibn Hattab, Ali ibn Abu Talib, Salman Farisi qatarlıq büyükler. Başka ulamalar baha vergen vaxtıda köpülüklerinin desmaisi mavi dep bunda baha vergen bu adamga. Hadis ulamalardan Ahmed ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in qatarlıq büyükler şencilik degan bahani bergen. Yani bu kişi bu hadisi kimden anlagan? Abdullah ibn Mesud'dan. Şuna bu kişi Abdullah ibn Mesud'dan anlaganlığını hatırlap bundaq deydi. Abdullah ibn Mesud şundaq deb kelib, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çoğ taharet kılış için keldi deydi. Meni bir 3 tal taş ilip gel deb buyuruptu. 2 tal taş tepipdimi? Üçüncüsünü izlep topamay bir tal tizek ip geldim deydi. Peygamberimizin oldığı kılıp koyup koysam 2 tal taşını aldı yo çamma yani taş. Tizekini taşlı etti. Bu necis dedi Peygamberimiz. İbrahim ibn Yusuf degan kişi dadısının Ebi İshaq'dan deb kelib, bana Abdurrahman hadis sözlep bergen idi dedi. Demek mavi ikinci bir yana bir isnat. Bu hadisde başkalar İbrahim ibn Yusuf degan kişi dadısının Ebi İshaq arkalık müjde bayan qilib bergen. Demek Ebi İshaq kelgan vaqtida bu hadis yeni bir tarmoq bo'linyapti rivoyatda. Demek bu hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 3 tal taşqı buyurup ikkin tepkilerlegendeki keyin ikki bilan aytdi. Tizekni bu necis deb qayd qilib tashib etdi. Birinchi necis. Yana bir hadis kelgan vaqtida bu jillarning tamqi degan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Demek bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu tizekni tashlab etganligining sababi, asosiy sababi ikki. Birinchisi necis, ikkinchisi jillarning yemiki. Ama bir nuqta var bu yerde. Biz mush maqatni aytgan vaqtida çoqum 3 tal taş kerakmi? 3 tal çamma bilan yoki tash bilan aytish vojibmi, kerakmi? degan masala kelgan vaqtida mazhab ulamolardan Shafiy mazhabidagi ulamolar çoqum 3 tal tash ishlatish vojib deb qaragan. Buni taq ishlatgan yana vojib deb. Ya'ni 3 dan ko'p ishlatsa ya 5 ishlatish masalan. Taq ishlatish vojib. Agar bir odam 2 tal tash ishlatib ay nijaset o'rni pak-pakiz bo'lib ketgan taqdirdimi vojib bo'lg'achqa 3-chi bir tash bilan yana ashani tozalash kerak deydi. İmam Shafi'ninki, yani Shafiy mazhabiniki nazari ko'z qarashi. Ammo Hanifi mazhabda Anvar Shah Kashmiri bizning nazarimizda dedi. Yani biz Hanifi mazhabining ko'z qarashida tozlasaqlam yetarli. 3 taş işletish yoki taq işletish bu mustahab. Yani 3ni ishlatsak-mi yaxshi. Ama ikkini ya birini ishlatib pak-pakiz qilib olsak yetarli deb qaragan. Bu yerga kelgan vaqtida Hanifiylarniki dalil kuchliroq turdi. Nimishqa degan vaqtda miyada 2 tal tashni elib, yani bizni aytgan demida Peygamberimiz 2 tash bilan kifoyalandi. Bu yerda Hanifiy mazhabiniki dalili kuchliroq turdi. Ondan başka Hanifiylarniki nazarda bu yerdagi maqsad son emas deydi. Son emas. Bu yerdagi maqsad 3 tash degan maqsad ko'pincha avvalda 3 tash bilan shu maqat joyi tozlandi. Demek bu shariatning ro'yi bu yerda tozlash maqsad qilingan deb qaragan. Yani bu qiyosiy aqliy dalil bu yerda. Sallallahu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.